Bu mana 3-4 kun oldin tug'ilgan qo'zilar bor. Bu yerda bir haftalik qo'zilarimiz bor. Ha, bu yerda endi obunachilarimiz taniydigan qo'zidan mana bu. Kim eslayapti? Yangi tug'ilganda tashladim shuni. Katta ola qo'yimizni birinchi farzandi pochim bo'ldi deb. Mana o'sha qo'zi juda. Qani? Qani turib berchi men. Obunachilarimiz uchun bitta turib yorchi. Tur. Hayda. Mana. Qoch. Mana bu o'sha qo'zimiz. Maşallah deb qo'yasizlar. Yaxshi bola berar ekan qo'chqorimiz. Qo'chqor endi birinchi pochim bolasi. Keyin yana bitta narsamiz bor. YouTube'ga chiqqan videomizning oxirida tog'dan tushgan qo'ylar degandim. Ichida bitta ikkita bo'g'oz bor-da, agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana o'sha qo'ylardan bittasi tug'di. Mana 2,5 million so'mga 20 avgust, 25 avgustdan olingan ekan. Bo'g'ozligi bilinmagandi. Mana shu yoqqa kelib, to'g'ri ovqatlanib, qo'zi ham juda chiroyli qo'zi tug'ildi, xudo xolasa. Bunga ham 4 kun bo'ldi. Endi jaydari qo'y. Lekin jaydari qo'y uchun 4 kun, 5 kunlik qo'zi uchun juda ham yaxshi, oyoqlari uzun. Mana. Chiroyli qo'zi tushdi bu ham. Onasi atkorimga 2,5 million so'mga olingandi. Mana bitta bola berdi. Ko'z tegmasa yaxshi. Hozir olib chiqsa 4,5 millionda inshaalloh. Mana 2 oy bo'lgan bo'lsa olinganiga 2 oyda mana tug'ib qo'yib 1 milliondan oyiga tashlab beribdi-da. Bu nima deydi? Bu etilishdan maqsad qo'y olmoqchi bo'lganlar, qo'y boqmoqchi bo'lganlarga ma'lumot. Чтоб orientir shu narsalardan olish uchun ma'lumot berilyapti-da. Mana bu yotganlar ham yangi qo'zilar. Mana bu mana o'sha kun ko'rdinglar, bitta oxirimiz. Mana bu yerda yemga kichkina oxir bo'lganda ustamiz vaqti yo'qligini hisobidan hozir u masalada ham ustamiz keldi. Hozir mana rishotkani yasadik. 5 ta rishotka yasayotgandik, mana 3 tasi tayyor bo'ldi. Mana buni ko'rsataman. Mana bu ikki xil varianti. Mana bu varianti teydan qo'zi o'tadi, tepasi yopiq. Aynaltirib qo'yganda bunaqa bo'ladi mana. Pasti yopiq, tepasi bu qo'zi o'tadigan joyi, lekin etdan hech narsa o'talmaydi. Mana variant. Bu narsa o'sha qo'ylarning orasini bo'lishga kerak. Mana shunday qo'yamiz, orasi bo'linadi. Teskari qo'ysak bunaqasi bo'ladi, teydan qo'zi o'tadi, usti yopiladi. Mana yana bitta yem va xashak oxirimiz tayyor bo'ldi qo'zilar uchun. Hozir mana yana qo'zilarga oxir yasash jarayoni ketyapti. Qo'zilarga 1,5 tadan ulanadi. Mana 1,5 toz ulanyapti. Bu yarimta bilan mana bu bitta endi ikkinchisiga ulanadi. Bu rishotkamiz boyaginga zagotovka qilingan, endi armaturalari qo'yiladi.